erkaklar ham xohlamaydi uyda o'tiradigan tuppo'y ayollar bilan gaplashib o'tirishdi demoqchiman. Ular ham ilmli, bilimli bo'lishini xohlashadi, lekin biladiki, ozgina ularga vo'yla bersa o'zidan ketib qoladi. Yana qo'rqib turadi. Chunki uyda ham ularga hamma narsa ruxsat berilmagandan keyin Xuddi shu. ketaveradi. Men shunaqa ayollarni ko'rdim, do'stlarimni ham ko'rdim. Ozgina pul topdim, erini mensimay ko'chaga haydab yuborgan ayollarni ko'rdim. Yo'q, bu noto'g'ri, buni noto'g'riligini ham bilish kerak-ku. Aytmoqchimanki, ayol kishi esingizdan chiqarmay, erkak kishidan bir pog'ona past bo'lishi shart. Bu dinimizda ham bor. Ko'proq pul topgan taqdirida ham har doim erkak kishidan yo'q, undan tashqari bizani ayol kishi bo'lib va eng katta vazifamiz sog'lom farzandlarni dunyoga keltirib, ularni jamiyatga sog'lom yetishtirish. Erkak kishining vazifasi pul topish. Pulda bo'lib ketishimiz kerak emas, tushunasizmi? Pul topishga yordam berdimi? Misol uchun, o'zingni o'rningni bil. Babram, sen topgan puling 100 so'm pul topasan, erkak kishi bu yerda 100 so'm pul topadimi? Bu barakali erkak kishiniki, ayol kishiniki barakasiz, Babram. O'shani ayollar bilib olinglar, bizning vazifamiz jamiyatda chiroyli insonlarni yetkazib, oilani chiroyli qilish. Qachon bizning oilamiz tinch bo'lsa, erkak kishi ham ko'ngli tinch bo'lib ko'chaga chiqib pul topadi-da.